Barchaga assalomu alaykum, xayrli tong. Hop, bugun istoriya plan bo'yicha o'zi aslida oilamizga vaqt ajratishimiz kerak edi. Hop, yana kimlar? Onamiz, otamiz, aka-ukalarimiz, singil opalarimiz. Hop, men hozir uzoqdaman. Lekin shuni tushunib yetdimki, baribir ota-onasiz va qiyin ekan yashash. Uzoqdagi maqsadga ko'p sog'inib qolaman. Lekin ko'p sizni yaxshi ko'raman deb aytaman. Qiyin bo'lar aytish. Lekin va hayot qanday hayajon bor. Ota-onani qiz bosar, savlat bosadi-da. Ana shu narsaga chiqishimga, mana shu sohada o'qib, mana shu sohada ishlashimga judayam katta hissalarni qo'shgan ota-onam bo'lishadi. Nimaiki video qo'ysam, nimaiki nima qilsam, eng birinchilardan buni bilak, kamen shunday choylikka nima izoh qo'yishadi. Shuni tushunib yetdimki, do'stim, haqiqiy muhabbatam va suyanchig' ham ota-onamiz bo'lar ekan. Shuning uchun hozir mana shu bilan aytmoqchimanki, dadajon ko'rib turibsizlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Dada, oyi, sizlarni yaxshi ko'raman. Hamisha sog' bo'linglar vaqtimga. Sizlarni duolaring bilan shu nimaga chiqib kelyapman. Sizlarga katta rahmat, boringlarga shukur. Sizlarni yaxshi ko'raman.